mashinani tanlaysiz, 441 million so'mlik limitingiz bor, birinchi nafada lavozimingizda. Любой ofisga borib, salonga mana shu mashinani olaman desangiz, kompaniyya sizga chiqarib beradi. O'z nomingizga kredit qilasiz. Xohlasangiz haydaysiz, xohlasangiz sotib olasiz. Hech qanaqasi yo'q. Eng zo'ri shu. Yana bitta bonusimiz bor. Bu bonusimiz uy bonusi. Unda уже 5 ta qo'l bo'ladi. 5 ta qo'lda уже sizda 3000 dan emas, har biridan 10 ming dan bo'ladi. 5 ta qo'lda 10 oy ushlab turasiz o'sha lavozimda. Sizga uy beradi. Xohlagan joydan o'sha uyga olmoqchiman deysiz, определенный summa bor. O'sha summadagi uyga to'lovini qilib beradi o'zingizning nomingizga. Kompaniyamiz keyin flagman mahsulotlar haqida qisqacha aytaman. Mana shu boshidagi 3 ta mahsulot, bu flagman mahsulot. Ton, Brain, Booster. Men o'zim doimiy ichaman, bir kun ham qoldirmaganman. Chunki sizga energiya beradi. Ton fizический energiya beradi. Daveniyasi bor odamlar daveniyasi normada ushlab turadi. Juda ham zo'r. Agar har kuni kofe ichayotgan bo'lsangiz, kofega muk kesib ketgan bo'lsa, shuni 3 oy davomida to'xtamasdan ichsangiz, sizni kofega bo'lganligingizni to'xtatib beradi. Brain bo'lsa, miyani qarish jarayonini sekinlashtiradi, xotirani kuchaytiradi, u ham energiya beradi. Ayniqsa zalga chiqadiganlar uchun juda ham zo'r foydali. Agar farzandinglar bo'lsa, karakarani yodlashda o'sha